Hozirgi kunda juda ko'p bemorlarimiz bosh og'rig'i, asabiylik, stress, depressiya bilan bizga shikoyat qilib kelishmoqda. Yana ko'p bemorlarga aytib o'taman, bizda miyamiz bu tanamizni boshlig'i hisoblanadi. Boshliq yaxshi ishlaymagan joyda xodimlar yoki ishchilar o'z vazifasini yaxshi qilmaganidek, bizda ham agar stress, doimiy bosh og'riqlari bo'lib, muammolar ko'payaversa, depressiyada bo'lsak, tana a'zolarimiz ham o'z vazifasini mukammal ado etmaydi. Ya'ni nafas olishimiz qiyin bo'lishi mumkin, qon bosimimiz ko'tarishi mumkin, yurak o'ynashi, tanadagi hatto charchoq, holsizlik, qo'llardagi og'riqlik, oyoqlardagi og'riqlik, bo'g'imlardagi og'riqlar ham aynan shu stress sababli kelib chiqadi. Shu sababli iloji boricha hayotimiz stressni boshqarishga, stressni menejment qilishga intilish kerak. Buning uchun iloji boricha stressdan uzoq bo'lish, toza havoda sayr qilish, jismoniy faol bo'lish talab etiladi va eng asosiysi hayotda qiziqarli ish bilan shug'ullanish yoki bo'lmasa qanaqadir insonning hobbisi bilan shug'ullanib, o'zini hayotini ma'noga to'ldirish kerak bo'ladi. Agar sizda ham shu kabi stressli holatlar, depressiv holatlar yoki nevrologik muammolar bo'lsa, bizni klinikamizga murojaat qiling.